Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Shadow. Bugun biz sizlar bilan supermarket simulyator o'yinida o'zimizning supermarketimizni yaratamiz desam ham bo'ladi. Bu bo'lmasa bu o'yinni boshlab oldik. Bizga qanday o'ynashni o'rgatyapti. Olmalar korobkasini ol. Do'kon. Pastaga borib qo'yamiz. So'ngra musor idishga. Tayyor. Endi esa olmalarning narxini o'zgartirishimiz kerak ekan. Menga $1 bo'lsa yaxshiroq. Choy chaqalda ishlashim ma'noq bo'ladi. Endi ochish kerak deganda. Ochdik. Xo'sh. Chiqib turaman bular savdo qilgan. Bu narsa zakaz qilaman. Chunki men savdo qilgunimgacha bu narsalar kelib turadi. $4 $6 qaytdim. Bunisidan esa $4 $1 qaytdim. Yaxshi, keyingi missiyani bajardik. Endi yana ovqat zakaz qilyapti. Ovqatni buyum zakaz qilamiz. Yana chaqirish. Pakovkani olamiz. Endi buni yana olib tersak. Bunda hozir biz pul yig'ib olgandan keyin qolgan narsalarni ko'proq zakaz qilamiz. Okay. Kartadan ko'p to'liq qilsa menga yaxshi. Voy, reklamani davom etamiz. Xo'sh. $2 $1. Dayan $1 и John Wick. Ikinci daraja ham bo'ldik. Endi bizda chek va apparati bor. Xo'sh. Yangi mahsulotlarga litsenziya. Endi bizda suv, yog', un va shakar bor. Bulardan 3 tasini zakaz qilyapti. Menimcha shuni zakaz qilsak bo'ladi. Demak, pulimiz yo'q ekan. Kero zakaz qilamiz. Bizda pul yo'q. Pulimiz yo'q axir. Nega qiynaysizlar? Rahmat. Xo'sh, bizga endi pul berish kerak. Tushunarli. Endi zakaz qilsak bo'ladi. Bu yerdan 7 zakaz qilsam ham bo'ladi. Shu bilan endi bizga nimalar bu ochilganiga qaraganda bizning zakazimiz kelgan va choy chaqa berishyapti. Bu yerdan $4. Biz borib yana reklamami. Mana shu reklamalar ba'zida odamni joniga ham tegib ketadi. Chek bermadik-ku. Adashmasam menga chek apparati ochilgan bo'lishi kerak edi. $1. Xo'sh. Endi boramiz va ikkiga yuklanamiz. Startga qilamiz.
Buni 20 dan ekan. Buni dollar qilolmayman. 250 qilamiz. Keyinsa okey. Va pullar $0. Sha 2.5. Rahmat. G'olib 3-daraja ham bo'ldik. Endi biz kattalashtirishimiz va yangi mahsulotlar ochishimiz mumkin. Xo'sh, bu kerak emas. Xo'sh. Tushunarli. Yangi mahsulot bor. Hozir olib chiqib qo'yaman. $7.50. Okay. Bizga yangi narsa berdi. $100 pul. 2,5. Oho, yaxshi. 2.5. Yaxshi. Yana reklam. Xudo, bu reklamalarni yashash. O'yiningda ham bo'lmaydi. $5. Men kelgan bo'lsa qarashim kerak. Mana yangiga buyurtma olgan emas. Упаковкасini ochib, mana shu yerga qo'yamiz. Qanday? Bo'ladi. Hozircha esa davom ettiramiz. Soat 7:30, kechki 7:30 bo'ldi. Bizda hali vaqt bor. Yazıqni muntashaba ketdi. Kelyapti. Xo'sh, $47.50. Okay. 2.5. Sham. Bizni достижениямыз $100 topish ekan. Okay. Va 0. Shu. Shu ketishda bo'lsa biz ishni bajaramiz. Afsuski biz nimani bajara olmadik. Tugab qoldi. Ammo 4-darajaga erishdik. Upgrade. Tushunarli. Mana shu oxirgi odamlarni ketkazib olgandan so'ng do'konni yopamiz. Va qo'shimcha narsa zakaz qilamiz. Yaxshi. O'zim qo'shimcha narsa zakaz qilib qo'yaman. Hozir bizda nimalar bor? Ko'p shakar bor. To'g'ri, ustini zakaz qilaman va menimcha bu kerak emas, chunki shakar bor. Rahmat qarshi. Kofe buyurtirdim. Yo'q, mana hammasi tayyor. $5 hammasini chaqirdim. Endi bizga 4-oyga pul va kunni tugatamiz. Va siz bilan men Shadow Gamer bo'ldim. Bugun $59 minusda ekanmiz. Va hozirgi darajamiz 4-daraja. Keyingi videolarda bundan ham yaxshiroq pul topishga va yanada yaxshiroq xizmat ko'rsatishga, do'konni yaxshilashga harakat qilamiz. Bo'lmasam hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aytgancha like va obunani unutib qoldirmanglar. Keyingi video qanday o'yin bo'lishini sizlarning kommentingiz aniqlaydi.